Tebessum Aptori ئابدۇشكۈر Muhemmedimin. Tebessum o tovar emas. Aldı satı qıladigan yoki pul o'rnida bankaga qo'yib saqlaydigan. Tebessum o mug'ambar kulka yoki xushamat yeyishi emas. Napak niyatni bezab julalandirdigan yoki oliy markalik tamakidek yonchuq sab yuradigan. Tebessum inson qalbining sirtlashgan nadir gul chechigi. İnsani hissiyatning xushbo'y ipar ambiri. Tug'ut azobida faryod chekkan ona. Dunyoga ko'z ochgan bovuqining tunji yig'i ovozini anglaganda tabassum qiladi. Mayli o'z yoki o'zgalar farzandining tunji qatim taytanglab mang'inini ko'rgan kishi tabassum qiladi. O pakliq, hissdashlik ro'yining iqtidori, talpinishi va julasi sifatida inson go'zalligining bebaho angushtari bo'lib maydonga keladi. Tabassum hurmat va iftixor yaldamisi tarisida kishilik munosabatida chaqnaydigan marvoyit. Biz mehmonlarimizni tabassum bilan kutib olamiz. Usul o'ynaganda hurmat va zo'q tabassumlarimizni ifodalaymiz. Tabassum o'zining pokligini faqat o'z hissiyotining chilligi bilan gavdalantira olishi mumkin. Tabassum talmurgan ko'ngil bulbuli uchrashgan gul jilvisi. Talpingan yurak kepeniga erishgan gul shirnisi. Tabassum ijtimoiy muhabbat o'z bilan o'zgining qalbini bir rishtada so'yindirgan. Tabassum oliy zo'q iftixor, raqobat va hurmatni bir obrazga mujassam qilgan. Tabassumliq turmush baxtlik. Tabassumliq oila inoq oila. O'ylaymanki, tabassum faqat oila sirtidagilarga qartilgan qizil sirlangan darvoza yoki to'z shakli chekilgan parda bo'lmasi kerak. Oilada ayol toki umrining oxirigacha o'zaro tabassumga muhtoj. Tabassumsiz muhit kasalchan muhit. Uning xizmati tez qertish va tez o'ltirishdan iborat. Gulini sirtqa, tikinini oila ichiga qiladigan baxtsiz oilalar yo'qotayotgan tabassum go'hirini tumallab pul va yoki zibizinnat buyumlari bilan qayta tepib olish mumkin emas. Bundaq tabassum muhiti bo'lmagan oilada o'zaro adabini berish, voysash va oqibatda farzandlarining to'ng, qo'pol, ko'kama, hatto ota-onasini silkishi hukmron muhiti bo'lib qoladi. Tabassum raqobatga to'lgan dunyoda eng pok, eng o'zga insoniy mayak. Danko qo'lidagi yalqinliq yurakdak inson avlodini umidlantirib, ogohlantirib turadi. Uning lavhasi sen hamon inson degandan iborat. Dar haqiqat inson hamon inson. U unchi javohirlar g'origa ega bo'lgandimi? Dul-dul tulporiga mingandimi? Yaproqsiz daraxt tuvida hasratlanayotgandimi? O'zining insonligini unutmasligi kerak. Ümidsizlikning muz daryosiga tavakkul qilgan odam inson iborasini toki hayojongacha takrorlasa, umid va jasorat sohiliga qaytishi mumkin. Uni kutib oladigan malika boshqa narsa emas, yanala heliqi oltin chiroq tabassumdan iborat.